uni shu yerda qoldirmoqchiman. Bu u uchun eng yaxshi joy emasligini bilaman, lekin biz haddan tashqari bosim ostidamiz. Imkoni bo'lishi bilan uni holatiga mos joyga olib o'tamiz. Bu uning tibbiy hujjatlari va dorilari. Bu uning oxirgi tekshiruvidan xulosasi. Barcha narsalari esa shu yerda. Hammasi joyida. Bu yerga imzo qo'ying, bo'ldi. Mariya, yana koridordamisan? Boshqa bolalar bilan o'ynash uchun tashqariga chiqmadingmi? Bolalar. Bu yangi sinfdoshingiz. Ko'rib turganingizdek, u biroz boshqacha. U biz bilanligida o'zini yaxshi his qilishi kerak. Shunga harakat qilinglar. Xo'pmi? Darsni boshlaymiz. Kecha vergullarning ahamiyati haqida gaplashganimizni eslaysizmi? Vergullar jumlaning ma'nosini o'zgartirishi mumkin. Aks holda ma'no o'zgaradi. Bu yerda sen biroz quyosh nuridan rohatlanasan. Biroz surib olib ketaman, xo'pmi? Buni ushlang. Mariya, qayerga ketyapsan? Salom, seni isming nima? ¿Cómo te llamas? Men Yo Mariyaman. me llamo María. Maktabga xush kelibsan. Cole. Gaplasha olmaysanmi? Birorta so'z ham. Hatto yura olmaysanmi? Hech narsani bilmaysanmi? Nima bo'lgan o'zi? Sen boshqachasan. Qara, bu juda oson. Agar qo'lingni ishlatmoqchi bo'lsang, uni ko'tar va qimirlat. Y la mueves. Hammasi shu. Y si quieres Gapirishni hablar, xohlasang, haces así. bunday qil. Salom. Endi seni navbating. Mariya, kel biz bilan o'yna. Agar qo'ling Y qichsa, si te pica un brazo, uni qanday ¿cómo te qashlaysan? rascas? Yo Men cuando bunga me pica chidab un tura brazo, no olmayman. me puedo aguantar. Mariya, u yerda yana nima qilyapsan? Biz bilan arqonni sakrashni xohlaysanmi? Ushla, bu juda qiziq. Qanday g'alati, Mariya aqldan ozibdi.